Diqqat qiling, tezkor va shoshilinch xabar. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. O'zgidromet markazi 1-noyabrdan 4-noyabr kunlariga ob-havo ma'lumotlarini e'lon qiladi. Ushbu kunlari respublikamizning barcha viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. 1-noyabr kunlari kechalari va ertalab ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. 2 hamda 3-noyabr kunlari esa yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 4-noyabrga kelib ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Haroratlar kechalari 1-3-noyabr kunlari 6-11 daraja iliq, 4-noyabrga kelib 3-8 darajagacha tushadi. Kunduz kunlari esa 1-2-noyabr kunlari 15-20 daraja iliq, 3 hamda 4-noyabr kunlari esa 10-15 darajani tashkil etadi. Ushbu kunlari respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida ham havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. 1-noyabr kunlari ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, 2-noyabr kuni yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 3 hamda 4-noyabr kunlari yomg'ir yog'ishi, yomg'ir qor aralash tushishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Haroratlar kechalari 2-7 daraja iliq, kunduz kunlari 10-15 darajani tashkil etadi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarim shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.